Mamlakatimizda mahalla tizimini rivojlantirish, inson qadrini ulug'lash va jamiyatda hamjihatlikni mustahkamlash yo'lida fidokorona mehnat qilayotgan yurtdoshlarimiz munosib e'tirof etilmoqda. Ana shunday insonlar qatorida Yigitali Allamurodov ham bor. U mahalla hayotida faol ishtirok etib, aholi farovonligi, milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga munosib hissa qo'shayotgani uchun kelajak bunyodkori medali bilan taqdirlandi. Hozirgi lavhamizda shu haqda so'z boradi. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidagi Yangi O'zbekiston massivi bugun o'z nomiga monand ravishda yangilanishlar, bunyodkorlik va intilishlar maskaniga aylanib bormoqda. Bu yerda qad rostlayotgan har bir tashabbus, ayniqsa yoshlar ta'lim-tarbiyasiga qaratilgan sa'y-harakatlar yurtimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarning amaliy ifodasidir. Ana shunday maskanlardan biri Young Adults o'quv markazi. Markaz rahbari fidoyi yosh tadbirkor Yigitali Abdullayevning yaqinda prezidentimiz farmoni bilan kelajak bunyodkori medali bilan taqdirlangani ana shu sa'y-harakatlarning munosib e'tirofidir. Tashqaridan qaraganda biz bu natijalarga osonlik bilan erishgandek ko'rinishi mumkin. Lekin bu narsalar men va meni jamoam uchun oson kechmadi. 9 yillik mehnatimiz va mashaqqatimiz yotadi buni ortida. Prezidentimizning farmoni chiqdi. Menga kelajak bunyodkori medalini berish to'g'risida bundan men juda ham minnatdor bo'ldim. Kichkinagina mehnatimizni prezidentimiz yuqori baholaganligi va davlatimizda har doim mehnat qilgan insonga e'tibor baland bo'lishini tushunib yetdim. Yevropada tahsil olganman. Latviya hamda Chexiya mamlakatlarida iqtisodiyot fakultetida 2017-yilda universitetni tugallab, yurtimizda yaratilayotgan imkoniyatlarni ko'rib, O'zbekistonga kelib, o'z biznesimni boshlashga qaror qabul qilganman. Va biznesimni o'zim tug'ilib o'sgan joy Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidan boshladim. Kichkinagina bir xonadan o'quv markaz tashkillashtirib, yoshlarga ingliz tilini o'qitishni boshladik. Birinchi o'quv markazini ochgan paytimizda 10 ta boladan ish boshlaganmiz, ijarada turganmiz. Hozirgi kunda o'quv markazimizda 2000 nafar o'quvchi o'qiydi. 4 ta filialimiz mavjud Surxondaryoda. 3 ta filialimiz Jarqo'rg'on tumanida joylashgan, bittasi Termiz shahrida. Bunaqa imkoniyatlar yo'q edi. Hech kim o'quv markaz sohasiga e'tibor qaratmagan. Hozirgi kunda o'quv markaz sohasiga bo'layotgan e'tibor juda yuqori mamlakatimiz tomonidan. Inson hayotida maqsad yo'l ko'rsatuvchi chiroq. Reja shu yo'lning aniq xaritasi. Tanlov esa taqdir eshigini ochadigan kalit. Kimki o'z oldiga aniq maqsad qo'ya olsa, uni amalga oshirish uchun puxta reja tuzsa va to'g'ri tanlov qilishdan qo'rqmasa, u albatta muvaffaqiyatga erishadi. Zero muvaffaqiyat tasodif emas, balki izchil harakat, sabr va ishonch samarasidir, deydi qahramonimiz. Tadbirkorlik qilish birinchi navbatda oson narsa emas. Chunki tadbirkorlik qilish uchun jur'at kerak. Har qanaqangi ishni birinchi navbatda boshlashdan qo'rqmaslik kerak. Boshlagandan keyin bir kichkinagina maqsadga erishib yoki ozroq pul topgandan keyin bitta joyda qotib qolib, to'xtab qoladigan bo'lsa, biznes hech qachon rivojlanmaydi. Biznes ham bitta farzandni tarbiyalash bilan bir xil. Unga har doim e'tibor qilishingiz kerak, xodimlarni to'g'ri nazorat qilishingiz kerak, yangilik qilishdan to'xtamasligingiz kerak va har doim biznesga sarmoya kiritishdan ham to'xtamaslik kerak. Tadbirkorlikda eng muhim narsa bu birinchi navbatda diqqat e'tibor natijaga qaratilishi kerak va keyingi navbatlarda natijadan olinadigan daromadlarni biznesni o'ziga kamida 50-40% sarmoya qilib borishdan iborat. Jamiyatda ikki xil inson bo'lishga harakat qilish kerak. Birinchisi yoki yetaklashimiz kerak yoki yetakka yurishimiz kerak. Agar biz yetaklaydigan bo'lsak ham komil inson bo'lishimiz mumkin. Agar yetakka yurmaydigan bo'lsak, yetaklash imkoniyati ham bizda mavjud bo'lmaydi. Mazkur o'quv markazi nafaqat ta'lim muassasasi, balki hudud iqtisodiyoti va yoshlar bandligini ta'minlashda muhim driverga aylanayotganini raqamlar orqali ham ko'rish mumkin. 400 o'ringa mo'ljallangan markazning yillik qamrovi 2000 nafarni tashkil etayotgani, bu quvvatdan foydalanish darajasi qariyb 500% ni tashkil qilayotganini anglatadi. Bu esa infratuzilmaning samarali ishlayotganidan dalolat beradi. Agar har bir bitiruvchining kamida 60-70% bilim va ko'nikmalarini amalda qo'llab, ish bilan ta'minlanayotganini hisobga
olsak, yiliga taxminan 1200-1400 nafar yoshning iqtisodiy faol qatlamga qo'shilayotganini ko'rish mumkin. 2024-yilda mana shu binoni qurishni boshladik. 2025-yil may oyida binoni qurib bo'ldik va bu binoni umumiy qiymati 6,5 milliard. 3 qavatdan iborat, qo'shimchasiga yerto'la qismi ham mavjud. Bu o'quv markazida asosan ingliz tili hamda IT yo'nalishlari bor. O'quvchilarni kompyuterlar bilan o'quv markazimizni o'zi ta'minlaydi. Bu binoni qurishda prezidentimiz tomonidan yosh tadbirkorlarga ajratilgan imtiyozli kredit ham olganmiz. 2,5 milliard so'm va 4 milliard o'zimizning mablag'imizdan qurib bitkizdik o'quv markazini. Kelajakda tumanimizda 1000 o'rinli xususiy maktabni qurishni rejalashtirganmiz. Biz hech qachon ta'lim sohasida to'xtab qolmaymiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidagi Yangi O'zbekiston massivida joylashgan Young Adults o'quv markaziga tashrifi nafaqat ushbu maskan, balki qahramonimiz Yigitali Abdullayev faoliyatiga berilgan yuksak e'tibor va ishonch ifodasi bo'ldi. Davlatimiz rahbari markaz faoliyati bilan yaqindan tanishar ekan, aynan shunday tashabbuskor, izlanuvchan yoshlarni qo'llab-quvvatlash bugungi siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanini alohida ta'kidladi. Bu esa Yigitali Abdullayev boshchiligida yo'lga qo'yilgan ta'lim va innovatsiyaga asoslangan faoliyat davlat siyosatining amaldagi ifodasi ekanini ko'rsatadi. Prezidentimizni bizning o'quv markazimizga tashriflari bizga juda ham katta motivatsiya va ruhlantirish bo'ldi. Bilimli yoshlarni tarbiyalashdan hech qachon to'xtamaymiz va Yangi O'zbekistonni birga barpo etishda hurmatli prezidentimiz bilan yelkadosh turishda davom etamiz. Kelajak bunyodkori medali bilan taqdirlangan Yigitali Abdullayev kabi fidoyi, tashabbuskor yoshlar bor ekan, yurtimizda bunyodkorlik ishlari izchil davom etaveradi. Ularning sa'y-harakati, g'ayrati va intilishi esa kelajagimizning mustahkam poydevorini yaratishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.